Voy, namuncha katta bu. Buni nima deykan? Palatkami yo bir xonali uymi? Hozir ko'rsatmoqchi bo'layotgan palatkamni bir xonali uy desa ham bo'ladi. Razmeri 4 metrga 3 metr, balandligi 2 metr bo'ladi. Bo'ylari baland, ichida bemalol turib harakatlansangiz bo'ladi. Ichiga bo'lsa bir 8 tacha odamni bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Erinmagan xitoyliklar men tikilingan hamma joylarini kiliklab chiqqan ekan. Men pol qismida ham shunaqa tikilingan joylari kiliklab chiqarilgan. Bu nimaga foyda? Yog'ingarchilikda suv o'tib ketmasligiga yordam beradi. Yana bitta yoqimli joyi, bu palatkani qish mavsumida ham ishlata olasiz. Pechga qo'yib ishlatishingizga maxsus joylari ham tashlab ketilgan. Ikkita to'g'ri joyda bir xil formada eshik oynalari bo'ladi. Issiq kunlarda bo'lsa buni ochib qo'ysangiz palatkan ichida havo yaxshi aylanib, palatkan ichi dim bo'lib qoladi. Tayyorlab olishga ko'p vaqt ketmaydi. Bitta nasos bilan 5-6 daqiqa vaqt ajratsangiz palatkangiz tayyor bo'ladi. Palatkani yig'ib olishga kelsak, mana shu bitta klapini bo'shatsangiz, palatkangiz yengillik bilan yig'iladi. Mana shu katta palatka yig'ilganda ixcham bo'lib, mana shunday chexolga joylanadi. Komplektida bo'lsa, o'zi nasosi, qoziqlari, qo'shimcha arqonlari bo'ladi. Palatkani narxini, yana qo'shimcha ma'lumotlarni bo'lsa, videoning tagida yozib qoldirib ketamiz.